Salam ihtiyoya salonu qadam tashrif qilgan barcha aziz do'stlar, hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Do'stim, charchadingizmi? Ba'zida turmushning besimlaridan qattiq charchagan vaqtlaringizda opangizning quchqiga beshingizni qo'yib, dunyoning bu barcha alamlarini tashlab etib, qinib uxlab olgangiz kelamdi. Bugun barcha azizlarimizning huzuriga Nur Ali Yasin yozgan Jinim ona bek charchab ketdim nomli she'rni olib keldim. Yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Jinim ona bek charchab ketdim. Quchqingda bir uxlab olay. Aytib bergin allay naqshangni. Astag'ina uxlablik qilay. Jinim ona bek charchab ketdim. Bu hayotning qismatlaridan suollari nemanchi bala ko'p o'talmadim sinoqlaridan. Seningchilik g'ayratim yo'qkan ashalmadim davollaridan. Qandoq yashab kelgan bo'lg'uyding yalang oyoq etizlaridan. Jinim ona bek charchab ketdim. Qoldim hatta qo'rqib yashashdan. Qusurlarga to'lg'ankan jahon. Qacholmadim tuhmatlaridan. Jinim ona bekli charchadim. Meni asta uxlatib qo'ygin. Uyg'atmasin hech kimni meni. Uyg'atmanglar o'g'limni dekin. Uyg'atmasin hech kimni meni. Uyg'atmanglar qizimni dekin. Do'stim, bugungi mazmunni yoqtirdingizmi? Agar yoqtirgan bo'lsangiz, tuvandagi inkas rayoniga ko'ngil so'zlaringizni yozib qo'yishni va zaykani besib do'stlaringizga ham baharlab qo'yishni unutmang. Xayr xo'sh, atki mazmunlarimizni ko'rishaylik. Mehri hayot saloni kunda sizga hamroh.